qizim, kep shu yigitni tanladingmi? Nima qilay? Sevgi ekanda oyijon. O'lshamay. Qo'lini qara, betini qara, qop-qora moy. Bir qora moy yuvib o'tasanmi? Uf, mayli oyijon. Bilib qo'y, bu yigit bilan kosang oqarmaydi. To'g'ri. Voh, yelik shunikimi? Yo'q oyijon, bu BMW. Yurchi. Bobur aka. Sevgan qizim. Bular kim? Oyim? Ya, oyijon. Tanishganimdan xursandman. Kuyov bola, mashina o'ziznikimi? Ha, oyijon, bu meniki. To'g'risini aytsam, men oddiy yigitman. Lekin mana shunaqangi mashinalardan 3 ta 4 tasi uyimda yotibdi. O'zi nima ish qilasiz? Mana shu yerda oddiy ish qilaman. Mashinalarga mannol yog'idan quyaman. Bu Yevropada ishlab chiqarilgan. Buni ichgan mashinalar ishonasizmi, oyijon? Samolyotda uchyapti. Shuning uchun ko'pchilik mannoldan quydiryapti, oyijon. Shuni orqasidan shahardan 3 ta 4 ta domlar oldim. Oddiy yigit bo'lganligim uchun 48 ta uchastka qurdim, oyijon. Bu yerga asosan kibrimni sindirish uchun kelib ishlab ketaman, oyijon. Endi menimcha sizlarga oddiy bolalar yoqmasa kerak. Men sizlarga to'g'ri kelmasam kerak. Voy, o'g'lim, nega unaqa deysiz? Bizlarga oddiy pullar yoqadi. To'g'rimi, qizim? Oddiyligimizga ko'z tegmasin. Bugun men sizga oddiy brilliant olib bermoqchiman, 12 ming dollarga. Oddiysidan. Давай, бачки, san'atga cho'muknimaya. Zafar birorta ish yo'qmi? G'irt bekor bo'lib qoldi. Salom. Keber folojama. Yo'q, men folga ishonmayman. Yo, folga yo'q dema. Sana bir katta ish kutyapti, ukajon. Pulni ber. Avval pulni ber. Yo, bu kam, bunga ko'rsatmaydi, uni ber. Bunga ko'rsatadi, qo'lni ber. Oho, sana bir katta ish kutyapti. Bir forma kiyasan ekan, ukajon. Yo'q. Ha, qo'lingda bir palka bo'lar ekan. Yo'q, gayi bo'lamanmi deyman. Pamoyim shunaqa. Og'zingda bir svistok bo'ladi. Unda toshni gayi bo'laman. Rahmat amaki. Osh bo'lsin, ukajon, osh bo'lsin. Ay ona. Sal adashibman-da. Lekin palkan toshni topman. Men folam aldaydi. Ha, kelsen ket endi, bevafo. Ersiramay o'l. Ikki xonalik domimiz rastamoshkaga qancha bo'lyapti? Singlim, birinchidan rastamoshka emas, rasroshka bo'ladi. Ikkinchidan bo'lib to'lash bo'ladi o'zbekchasiga. Qiynalmasdan o'zbekcha gapiravering. Nima rus maktabga o'qiganman-da. Maloley, zo'r ekansiz. Zo'r bo'ldi. Assalomu alaykum. Aka, ular narxi qanchadan ekan bu yerda? 5000 so'm ekan. Yo'qmi? Men qayerdan bilaman? Bozormi bu senga? Qizlardan so'ray ichkarida. Keyin to'xta, 1 avgustdan Xonsaroyda uylar narxi oshar ekan. Shunga foydalanib qolish kerak. Keyin buni hammaga ham aytaverma. O'zimiz foydalanib qolaylik, xo'pmi? Ha, to'g'ri, muzikman. Aka, dostoyniy. O'xshayapsan lekin. Charchamayman. Aka, eshitdingizmi? Xonsaroyda 1 avgustdan uylar narxi oshar ekan-ku. Kajol. Sen uy olaman diyormiding? 1 avgustdan Xonsaroy uylari narxi oshar ekan. Ungacha olgan hozir arzonlik paytida. Faqat bu gapimni hech kimga aytma, to'g'risi omonat gapda do'stim. Qani akajon, nimani eshitdingizmi? Xonsaroyda 1 avgustdan uylar narxi oshar ekan. Hozir sirroshni olib qoling, keyin ko'tarilib ketsa yig'lab yurasiz. Davay bosing, uka. Charchamang. Jigarlar sizlarga tuzuk yangiligim bor. 1 avgustdan Xonsaroy uylari narxlari oshar ekan. Sizlar meni yaqin bo'lganingiz. Chera ovozingni, Kajol. Toshkentda uyingiz bormi? Yo'q aka. Ha, uyingiz yo'q bo'lsa, menda 1 avgustdan Xonsaroy uylari narxi oshar ekan. Arzon paytda olsangiz bo'lmaydimi aka? Mujik, hammaga ayt, hamma bildi o'zi. Senga bir gap gapirib bo'lmas ekan. Narxlar oshishini hech kimga aytmayotgandim, o'zim uyoqmoqchi edi. Nima deyapsiz? Men hech kimga aytganim yo'q. Men mujikmanman. Ha, mujik ko'rdik, butun dunyoga aytdik. Akajon, shu yerdan Mustoveloga nechinchi avtobus boradi? 40-105 avtobus boradi. Tirik qol. Rahmat katta. Shahriyorga birovga tushuntirib ayt. Ha, aytolmayman lekin. Sen ayt. O'zingga tushuntirib aytolmayman. Qanday aytaman? Bir aytib ko'raman. Jara, gulni hidi qanday? Zo'r hidi. Zo'r, ha? Ana qo'ng'izni hidi qanday? O'siroqingizmi? Sassiqdi u. Sassiq-a? Oldin sen qiylasan-a? Sassiq ketadi. Tushundingmi? Nimani tushunishim kerakmi? Ya nimani tushunishim kerakmi? Tushunmadim. Borsang. Shahriy,
Hop, cho'milib chiqqaningda qanday qilib keladi? shundan приятно. Qilib keladi. Ay, bir hafta cho'milmasangchi Sassiq keladi ekan. sasib ketadi, to'g'rimi? Sen qachon cho'milding? 6 kun bo'ldi men cho'milganiga. Tushunding, ha? Nimani tushunishim kerak, men tushunmayapman. Ha? Yo, nimani tushuntirmoqchilar menga? Tushunmadim. O'zim aytay. Iltimos. Jo'ra, gul bilan dengizni hidi qanday? Shu приятный bo'ladi-ku. Mana shu gul bilan dengizni hidi kelib turadigan Maliziya degan dezodorant eshitganmisan? Yo'q. Bu Italiyada ishlab chiqarilgan. 24 soat terlatmaydi, kiyimda iz qoldirmaydi. Mana bu zalga chiqqan payting ham ishlatsang bo'ladi. Teriga juda bir foydali. Faqat buni uzundan zakaz qilsang bo'ladi. Jo'ra, bu senga podarka. Yo'q, Tushundingmi? voy. Voy. Endi tushundimi? Tushundingmi? Voy. Rahmat bolalar. Jigarlar. Ye do'stim, Dezodorant qani? Jo'ramga berib yubordim, sasib yotgan ekan. Asoq sassiq emasmisan? Tushunmadim men sassiqmiman men. Asoq sassiqchasan. Akajon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Akajon, boshimga tashvish tushdi. Pasportlarim, telefonlarimni yo'qotib qo'ydim. Viloyatga ketishim kerak, bir so'm pulim yo'q akajon. Puldan yordam qilib turing. Issiq qarang. Mana aka. O'min yetmaydi aka, sal qo'shing. Uyga borib kortejga tashlab yuboraman, men bunaqa mashinik emasman aka. Uyga ketmoqchimisiz? Yuring yoqqa. Qayerqa? Yuring ko'rasiz. Tinchlikmi aka? Ha, tinchlik yuring. Viloyatlik kishi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka viloyatganmi? Ha, aka. Mana aka kakras o'tirib oling, o'zingizga yetib olasiz. Men beraman pulini. Siz nima deyapsiz? Men Kobultga ketmayman. Tiqilib ketamanmi aka? Yo'q, sizga nima farqi bor? Uyingizga yetib olsangiz bo'ldi-da, aka. Siz pulini bering, o'zim keta olaman aka. Poyezdga ketasiz, bilet olib beraymi aka? Pasportim yo'q, yo'qotdim deyman. Men mashinik emasman, ishoning tashlab beraman pulingizni. Ketasizlarmi aka? Yo'q, aka. Yuring-da siz bu yoqqa. Bu bundan pul olish qiyin u. Ya assalom, skor deysizlar ham bormi? Ha. Krasnoy Daloshka ham bor. Ha, yuring ichari. Aktyormanmi men? Buni ichi Dubaymi aka? Ha, shunaqa, mana shunda ketasiz aka. Ya bu nima qilyapti? O'qima qilmang, massaj qilyapti aka. Massaj ham qiladimi? Massaj ham qiladi. Xohlasangiz, mana oyog'ingizni ko'tarib yotib ketasiz. Вообще zo'r avtobus ekan-ku bu. Eng muhimi aka, 7 soatda Buxoroga kirib boradi. Yo'lda zapravka to'xtab o'tirmaydi. Men tushib qolamanmi? Ha, xohlagan joyingizda tushib qolasiz aka. Yaxshi. Yotib, mana konditsionerchi, televizorchani ko'rib ketaverasiz. Gapi. Komfort, yo'lovchilarning komfortini o'ylab shunaqa sharoit qilib qo'yibdi aka. Yashasin, молодец, zo'r narsa qilib qo'yishdi. Qornim och qolsa nima bo'ladi? Xavotir olmang aka, mana bular ovqatingizni ham beradi. Suvingizni ham beradi. Komfort-ku bu. Aka rahmat. Endi menga pulini bering. Ama pulini berib bo'ldim shofirga. Siz tinchgina uyingizga ketsangiz bo'ldi aka. Nimaga shofirga berasiz? Men sizdan pul so'radim-ku aka. Uyimga ketaman dedingiz-ku aka. Bo'pti aka, yaxshi kunlarda. Ha, Jo'ra, qayoqdasan? Petakda yo'qsan? Buxoroga ketyapman men. Buxoroga? Plan nima bo'ldi? Pulni oldingmi? Ya bilmadim, pul so'rasam shu Buxoroni avtobusga o'tirg'izib oldi, endi majbur ketyapman. Rahmini keltirib so'radingmi? Ko'rmayapti, bermayapti. Nima qilay? Ha, yo'qol unda Buxoroga. Ya bo'pti. Ha, bo'pti, bashirang qilsin. Buncha mehribonchasan? Ha? Bo'pti. Meni oyog'im tagiga qo'y so'yapsizmi? Ha, bizda mehmonni oyog'ini tagiga qo'y so'yadi. Kechgayimiz 4 kishi. 4 kishi bitta qo'yni yeyishlarmi? Ha? Og'zinglarga berganicha yeyishlar ekanda. Siqqanicha. Ha, siqqanicha. Biz bitta qo'yni bitta qabila 1 yil yeymiz. Ko'zi borda ko'ziga qaytib borsin o'ziga. Hazardonlar tashqi pesh. Xola nima qilyapsiz? Men nasha chekmayman. Bu ko'rsatmasinga ismini. Seni isming nima? Nigola Konte. Voy! O'zimiz Nigoraga o'xshar ekanmi? Bo'lcha. Bitona qanday? Ya молодец Koyil. O'zbekistonda chollar ertalabdan turib yugurib fizoratka qilyapti-ku. Jindimisan? Ular nahorga oshga ketyapti, yugurib joy qolmaydi deb. Ertalabdan osh yeysizlarmi?
Osh qanday ketadi saharda? Shotga ketadi. Shot. Yo'q aka, o'sh yomon qildi. Men qachon futbol o'ynayman? Ha aka, qoravoyi 1 soatga berib turing-da. Nimaga? Soqqali ish bor.